Bugün sizlarga Qashqar Langponingga ochiq suvni qanday tangshirish usulini men to'liq retseptini olib keldim. Boshqalarga 5000 ga 10000 ga pul bersanglarmi, menda to'liq retsept bilan deb bermaydi. Men ko'rsanglar bo'ldi, ajoyib no chiqdi. Men hozir qanday qilamiz? Tafsili qo'ymay filmni oyoq diqqat qilinglar, ketdik. Ketarlik materiallar olib qolsa, muvofiq miqdorda samsoq, zanjibil, so'ng piyoz, turib, men o'zimizning tangshib olgan lasi, bijing, jijing, tuz, oqmuch, men bu Langpong rampizning no'sh tangshalgan doğrusu bunu mu siz de bir məhət penlinçik rəsmi tatib yollab qoyunlar. Şansı, Şangyo, Zmacan, Kemencan, açıqsa gitarlik materiallarmış şu. Neçilikten salımız mən hazır dəpirmə. Filmlə ayaq diqqət qılınlar. Bir taldan jürəklə əcrimiz üçün berib qoyunlar. Penlinçikə oxşığa Langponglar yollab qoyunlar. Başqalar köpləb tarqıtıb qoyunlar. Kündük huzurluq tamaqlan, əqsizlik tutub qoyma. Tamsaqni biz qanıraqla keyinlə məndə urub doğrayımız. Bək tez çıxdı, maşin desanlar bombaydı. Mana muşunda uşaq canayımızsa bək tez çıxdı. Soğuk piyazını olab qalsa, oturdun aval manda kesiyitimiz. Yer valimiz, endi olab qalsa biz miyadan bir qilib o'tib, malati bir to'g'raymiz. Andin mandaq bir to'g'raymiz buni. Cho'qim mushalat chiqish kerak, so'ng piyoz. Zanjibilni olab qalsa bak ushaq to'g'raymiz. Zanjibilni cho'qim bak ushaq qilishinglar kerak. Cho'ngulab qaz bo'lmaydi, yemaydi. Ushaq olab kelsa, yalaydi zanjibilni. Mana mushalat to'g'risanglar bo'ldi. Zanjibilni tayyor bo'ldi. Mana mushalat to'g'rilasanglar bo'ldi. Mana adalat tayyor qilib olgan turibni mana mushalatda farz adalat mujundaq qilamiz. Tayyor qilib olgan turibni biz dastin birga olamiz. Buningga qirtaq ta'mlarni yo'qotish uchun bir qo'shiq tuz solamiz. Qirtaq ta'mini yo'qotish uchun bir qo'shiq shakar solamiz. Hamda qaynoq suvni qo'yamiz tepagilarga. Amma bu 20 minut demeydi, acayip yumuşak pişiriyor. En mühim yeri geldik ki ben samsaqninki açıqını çıqırıb yutish uchun muzdek suvda bunu biz bir shiqqatdan raz shuyimiz mashunda. Samsaqni mashunda raz shuyib açıqını 2 qatam chiqarib etgan yoqqa mo'yda to'choyliq tukib biz buni bak saqtab elib olamiz mana mashunda. Mo'yda val paqraydi bir shuyib etgan yoqqa ko'rsanglar bo'ldi mana acayip beyzi. Hamda biz qozonga bir 2-3 may qo'yib olamiz. To'g'ri olgan samsaqning miqdori qarta qo'ysanglar bo'ldi. Hamda biz bu samsaqni to'kib, ras qo'ychimiz. Shunda qo'ysak bo'ldi. Manaka ko'rganinglardek mushalat sag'agandan keyin andan biz buni suzib elib olamiz. Bunda to'ch o'ylamizda. Manaka mushlarni qilib olsanglar bo'ldi. 1,5 kimish atrofini may qo'yib, so'ng piyozni solamiz. O'tni bekishti qilib etmaymiz mana. Normal qilib mana mushalat qaynagandan keyin to'kib etsanglar bo'ldi. Qag'ini o'z sag'irda o'z ta'm chiqdi mana bunda tasda. Malaz ko'ydirib g'ayrimiz. Zanjibildan muvofiq miqdor zanjibil solamiz. So'ng piyozdan muvofiq miqdor so'ng piyoz solamiz. Samsaqdan muvofiq miqdorda samsaq solamiz. Hamda buni yengil qo'raymiz. Hamda mana o'zimizning tangshib olgan lazini selib yengil qo'raymiz. Mana bizning lazimiz mo tayyor bo'ldi. Hamda buni dastin birini to'kib olamiz. Mana ajoyib quroqliq o'jo. Qozonga hamda 3 chimik suv qo'yib olamiz qozonga. Samsaqdan muvofiq miqdorda samsaq solamiz. Tuzdan bo'lib qolsa 2 qo'shiq atrofi tuz solsanglar bo'ldi. Vijingdan bo'lib qolsa 2,5 qo'shiq vijing solamiz. Jijingdan bo'lib qolsa 1,5 qo'shiq jijing solamiz. Zmajandan bo'lib qolsa yerim. Hamda buni biz yengil qo'chib ravz qaynatamiz. Mana biz qaynatib turqini ta'mini ravz chiqarib olgandan keyin azroq qo'yaldirish uchun DMFM berayotimiz mana. Muvofiq miqdorda bersanglar bo'ldi. Hamda biz buni yana birini qaynatib ko'rdim birga buni tutib qo'yamiz. Men tutib oldik. Hamda eng muhimi keldik. Qozonga yana 3 chimlik suv qo'yib olamiz. Az miqdorda samsaq, az miqdorda zanjibil. Hamda mava bizning Langpong rampizning to'g'risidan buningdan 1,5 qo'shiqlam solamiz. Ajoyib ta'm berdi mava. Jijingdan bo'lib qolsa 2 qo'shiqlam solamiz. Jijingdan bo'lib qolsa meningga 1,5 qo'shiq solsanglar bo'ldi. Tuzdan bo'lib qolsa 3 qo'shiq solamiz. Oqmushdan bo'lib qolsa 1 qo'shiq solsanglar bo'ldi. Kemenjandan bo'lib qolsa 2,5 qo'shiq solamiz. Hamda buni biz raz qaynatamiz. Ta'mi, purqi raz chiqcha buni raz qaynatamiz mana. Ko'p buratdi hozir. Buni qaynatib oldik, ta'mini purqini chiqarib olgandan keyin buni azroq qo'yaldirib qo'yamiz. Baq qo'yaldirib etsak bo'lmaydi. Buningga muvofiq miqdor DMFM berib, bunda qo'yaldirib olib lekin buni to'ksak bo'ldi mana.
Acayip bulmuş bak ha, mana. Hem de biz bayam soğan piyazını köydürüp elivagan ma mizlik meyimizden yerim çumuş koyumuzsa. Ha bizninki bayatın koruvagan yağ lazımsa bunundan bulap kalsa yerim çumuş birimiz. Ha toğrap da yaklıvagan samsaktan az miktarda birimiz. Açık sudan bulap kalsa 2 çumuş açık su yürümüzse. Sudan bulap kalsa bir yerim çumuş su yürümüzse. Tuzdan bir yerim kuşuk tuz salımız. Rejimden 2 kuşuk salımız. Cicingden bir kuşuk salımız. Şanyodan bulap kalsa yerim çumuş birimse. Ya emde mani biz bir kayıntımız. Emde bir kayıntı etkene yakama samsakның meydin birimiz bir çumuş. Acayip cimalikim mava. Buratamdı balla. Lan pungumuzda man muş halat çıraylık doğruvağandan keyin biz bayatın teyaqlıvagan loborimizni tüpiga çıraylık birimiz buniki manaka. Lobon çıraylık bergandan keyin biz bununga muvafiq miqdorda samsak salamiz tüpik lakin. Samsakni selib oldik. Endi ma o'zimizning baynaq tanishib materiallar shu tiyammenjan hammanglar ko'rdinglar. Bundan bir yerim qo'shib bersizlar, bunda qo'shiblar. Ama zimajandan bo'lib qolsa, bundan 2 qo'shib bersizlar. Baynaq tanishib o'zimizning ochiq suyning tenga. Bundan mana bunda ba'sanlar bo'ldi. Lampongimiz o'xshagan bo'lsa, penlinchik rasm tatib yo'llab qo'yinglar. Bilmagan tushanga yaylab qolsa, menga ayrim uchur qilsanglar, men taxmin o'lchamlik holat deb ba'san bo'ldi. Ko'plab tarqitib qo'yinglar ajrimiz uchun.